Farg'onaga o'rnadi. Qalinligi 6 sm bo'lgan bu darvozamizni tagidan обязательно gruntopka sepilgan, keyin kras sepilgan, keyin qimmat matoviy lak sepilgan. Mana kichkina qanotni ham ko'rsatib qo'ysak, mana Andijonga Qo'rg'ontepaga Samarqand fason darvozamiz o'rnadi. Shershaviy listi 1.3 bo'lgan, orqasidagi listi 1.8 plyusovoy bo'lgan. Bu darvozamiz o'rtasi 12 ga 8 brus bo'lgan. Tepaga ham taxiya tomoniga 12 ga 8 brusda ishlab ketilgan. Darvozamiz o'ta ideal darajada chiqqan. High-tech o'ylaga juda mos keladi. Mana shu darvozamiz ekstra shumkada 12 li shiveller 8 ga 4 da gruntopka sepilgan, kraska sepilgan, undagi qimmat matoviy lak sepilgan. Namangan viloyati Nanay qishlog'iga o'rnagan darvozamiz nerjevekalar ham qora qalin nerjevekasidan bo'lgan, o'ta ideal darajada chiqdi. Hammani lazerli fason deyiladi. Lazerlarni ham 3D fasonga o'xshab. Bu darvozadan juda ko'p yasadik Boburjon. Bu darvozamiz Qirg'izistonga bo'lyapti. Yo'llari keyin 8 ga 4 profilda bo'ldi, 8 ga 4 ikkiligida bo'lgan. Darvozalarimiz hali hozirgi kunda hammaga ommabop bo'lyapti. Darvozamiz B'dan B'gacha gibkada bukilgan. Keyin B'ga to'la kvadrat qo'yilgan. Mana majlisga ham e'tibor berilsa, kvadrat qo'yib ketilgan B'ga. Bu Ramazonni bitta hurmatidan hamma darvozalarni kvadratida kelishgan holatda skidka qilib beramiz. Ana bo'lmasa sifatli darvozani mana shundoq qilib tekshirib bilib olishingiz mumkin. Hozir biz Namanganda eng sifatli darvoza ishlab chiqaradigan Saydullohxon usta akamizni sexlariga kelganmiz. Bu akamiz darvozalarni eng qalin materialda sifatli qilib ishlab chiqaradilar. Bu darvozalar vesi ham juda ham og'ir. Bir kishi, ikki kishi ko'tara olmaydi xullasi. Mana shu qanotini o'zini 5-6 kishi qiynalib ko'taradi. Darvoza vesi og'ir, chunki material juda qalin. Ursangiz ham, tepsangiz ham hech narsa qilmaydi. Hattoki darvozamizni ustiga benzinni quyib yoqib olsangiz ham hech narsa qilmaydi. Xullas akalar, sifatli darvoza kerak bo'lsa, mana shu akamizni sexlarga kelib yoki telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Bu akamizga kafolat beramiz, chunki darvozalarni haqiqatan ham sifatli qilib O'zbekiston bo'ylab yurtdoshlarimizga yetkazib duolarni olib kelmoqdalar. Eng muhimi Ramazonga aksiya bo'lyapti. Mana shu darvozalarni narx-navosidan chiroyli qilib aksiya qilib o'tib beradilar. So'zni isboti bilan bugun o'rnagan joylardan video qilamiz, Xudo xohlasa. Bir oy oldin ham video qilib tayyorlab qo'yganmiz, uni ham qo'shib o'tamiz. O'rnagan joylardan, xonadondan darvozalarning sifatini ko'rib o'tishingiz mumkin. Endi esa Saydullohxon akamiz bilan birgalikda batafsil ma'lumotlarni ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Saydullohxon aka har safar terib turib rolik qilamiz, lekin ko'pchilik sexdan ham bo'layotgan ishlardan ko'rsating deyishadi. Shuning uchun mana shu sexdan ish jarayonlarini ko'rsatib o'tsangiz. Ish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Biz to'play olmayapmiz darvozani, hammasini o'z egalariga yetkazib olib berish kerak. Har bitta darvozani agar teradigan bo'lsa, vaqt o'tib ketib qoladi, kutishmayapti. Mana darvozalarimiz, mana Surxondaryoga bo'lgan darvoza. Mana shu internetdan zakaz berishga, mana bu darvozamizni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, yo'li 10 ga 5 profil bo'lgan. Polnusti 10 ga 5 profil bo'lgan. Stenkasi buni o'ta qalin bo'lgan. Mana uni yo'li 2,5 stenka bo'lgan. Bu tomonlar qolganlari 1,5 stenka bo'lgan. Darvozamiz o'ta og'ir variantda chiqqan. Ko'tara olmadik kishi buni. Darvozamiz polnus shumkali, ekstra shumka bo'lgan. Mana mashinaning shumkasidan bo'lgan. Mana shumkadan yopishtirib o'rganmiz. Ekstra shumka deyiladi. Hozir mana shu oppo'yon kattasidan. Hozir mana shu shumkamiz moda bo'lyaptimi? Hozir shu mashinaga yopishtirilgan shumkadan. Buni afzalli tomoni bormi? Buni afzalli tomoni urganda umuman ovoz chiqarmaydi. Ham shumka yopishtiramiz, ham ichiga stiklavata tashab ketamiz. Mana issiq kunlarda darvozamiz qizigan paytida bu erib ketib, qo'chib ketmaydimi? Qo'chib ketmaydi. Qo'yvormaydi. Chunki buni tagiga stiklavata bosganmiz, stiklavata qisib turadi. Stiklavata ham bor. Ekstra shumka ham bor, Ekstra shumka ham bor. Aka, hozir bu darvozamizni, masalan, men birorta mutaxassis ustani olib kelib, stenkasini tekshirib olsam, hijolatli holat bo'lmaydimi? Hijolatli holat bo'lmaydi. Ana shu gapingiz to'g'ri bo'ldi. Xohlagan ustalarni, suvarchi ustani olib kelib tekshirib olishaveradi. Hamma talabga javob beradi. Atkan stenkadagi anaqani qo'yib beramiz. Materiallar, mana svarkasi, kraskasi, hammasi Xudo xohlasa ko'ngildagidan sifatli holatda bo'ladi. Ana shu aytganingizda mana sharnirlarga shivellardan kesib turib qo'yib ketiladi. Bu hamma videoda aytaman. Buni foydasi bormi?
Buni foydasi bor. Shivellerdan kesib qo'yilgani sababi uncha-munchaga bu yulinib chiqmaydi. Bunga bu svarka bo'ladi. Ertaga bu ko'p yillar xizmat qilishga sababchi bo'ladi. Mana bu sharnerni ham razmeri katta ekan. Ha, razmeri katta. Chunki darvozamizni vesi juda ham og'ir. Ha, o'shanga ko'taradi bu. O'shanga moslab turib qo'yilgan. Darvozamiz xudo xolisa o'ta ideal darajada chiqdi. Bu o'sha Surxondaryoga Aka, bu dastavkasi qanaqa bo'ladi? Masalan, Surxondaryoga borguncha qanaqa holat yetib boradi? Qanaqa qilib jo'natasiz? O'zimiz olib borib o'rnatib beramiz. O'zimizning moshinalar bor, maxsus. O'shanda olib borib o'rnatib, keyin kelamiz. Darvozamiz xuddi shunday holatda yetib boradi. Yetib boradi. Xudo xolisa u tomondan behijolat. Mana bu Toshkentga bo'lgan darvozamiz. Bu darvozamiz ham o'sha egalar o'z rasmini ko'rsatdilar. O'sha darvozadan qo'yib beryapmiz. Mana bu darvozamiz juda. Aka, masalan, Toshkentda ham darvozachilar ko'p. Aha. Lekin mana vodiyda ko'proq darvoza sifatli bo'lgani uchun Toshkentdan turib zakaz qilishyapti. Ha, Toshkentdan turib bu akani qarindoshlariga darvoza qo'yib berganman ikkita. Ularga ko'rganlar, u darvoza yo'q qilib turib, keyin bular zakaz berdilar. Mana tagini mana so'z isboti shpogolovkadan oldik mana jilvillab olingan. Mana chiziq ko'rinyaptimi? Mana shu shpogolovkadan oldik. Mana shunaqa jilvillab turib tutalgan, mana yaltirab turib, mana hammasini jillab chiqilgan, mana hammasini. Mana irinmasdan mana jilvillangan chiziq holat turib. Bu shpogolovkaga tayyor, ha? Shpogolovkaga tayyor bu. Hozir bitta rasveritilda artib, toza 646 rasveritil artib turib, keyin shpogolovka qilamiz. Asosan qayerlarga shpogolovka yeydi? Aslida cho'klarga yeydi, cho'klarga, o'ralarga yeydi. Ha, uncha ko'p yemaydi. Uncha ko'p yemaydi. Mashinadan iborat darvozamiz. Aka, bu darvozamizni bitgan rasmini ham tashlab berasizmi? Ha, so'rashsa bitgan rasmini ham tashlab beramiz. Bu darvozamizning rasmi bor, o'zi ko'rsatib qo'yaman. Mana bu darvozamizning kvadrat metri qanchadan bo'ladi shunda? Shunaqa materialda? Bu darvozamizning kvadrat metri shumkali bo'ladigan bo'lsa, shu anaqasi 1.600.000 dan $200 kelishgan holatda qilib beraveramiz. O'zi mana bu darvozamiz mana material qalin bo'lgani uchun qimmatroqmi? Chiqdi, mana ko'rsatib o'tib ketsangiz. Fason juda ham chiroyli, juda ham ajoyib. High-tech fason, mana shu darvoza. Adashmasam bu darvozamizni oldin chiqarganmiz. Oldin chiqarganmiz, shu darvozani ko'rib turib zakaz berganlar ekanmiz. Juda ajoyib solidni chiqdi. Mana o'rnagan joyi ham bor buni. Aka, dasturni boshida aytib o'taylik. Bu darvozalarga kafolati, garantiyasi qanaqa bo'ladi? Garantiya kraskaga 5 yil beramiz, xudo xolisa. Ochiq joy, usti yopiq, joy bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ha, lekin ochiqroq joy bo'lsa ham, ochiq joy bo'lsa ham xizmatini qiladi. Xizmatini qilaveradi. Aka, esingizda bo'lsa, oldinroq o'rnagan joylardan syomka qilganmiz. Ha. Shuni yo'qsa dastur davomida qo'shib ketsak. Dastur davomida o'sha darvozalarni qo'yib ketsangiz, chunki ancha uzoqda, Farg'onada, bag'i Yanqo'rg'onda chiqib irinmasdan olib kelganmiz. Shularni assortiment ko'paysin deb turib, klientlarga yaxshi bo'lsin deb shularni ko'rib o'zlari baho berishadi. Juda ajoyib, ideal darajada chiqqan darvozalarimiz. Chunki ko'p vaqt bo'lmadi-da. Ha, endi 1 oy oldin. 1 oy oldin bo'ldi. Endi unda ko'rtkalarda edik. Shuni qo'shib olsangiz yaxshi bo'ladi. Keyin yana bitta mana Ramazon oyi kirib qoldi. Mana Ramazon oyiga xudo xolisa, hozir Xudoga shukr zakazlar juda ko'p. Zakaz yo'qligidan skidka qilayotgan joyimiz yo'q. Alhamdulillah, Xudoga shukr, zakazlar ancha judaliginaqa uspet qilmayapmiz pashta. Bu Ramazonni bitta hurmatidan mana shu hamma darvozalarni kvadratida o'zimiz o'zimiz kelishgan holatda skidka qilib beramiz. Telefon qilishsa, Ramazon oyida mana shu olgan, Ramazon ichi olgan darvozamiz hammasi skidkada bo'ladi. Bu klient yo'qligidan yoki bir haliginaqa zakaz olish uchun, mulozamat qilish uchun emas, haqiqiy bu oyi barakotligidan, xudo xolisa, kelishuv asosida biz kvadratda tushib beramiz. Lekin zakaz yo'q bo'lgan holat yo'q. O'tgan yil Ramazon oyida men shunaqa skidka qilib turib oldim, shunaqa barakotli bo'ldi. Endi ag'i yo'q, o'zimga ham bilindi, juda ajoyib bo'ldi. O'zingiz bilan chiqazgandik, zakaz ham barakotli bo'ldi. Uni puli ham barakotli bo'ldi. Biz ancha kutmagan ishlar bo'ldi. Xudo xolisa o'shani yaxshi niyat qilgan holatda yurtdoshlarimizga yaxshi bo'lsin deb turib, ancha xudo xolisa skidka qilib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana Andijonga, Qo'rg'ontepaga Samarqand fason darvozamiz o'rnadi. Iyniga
4 metrga bo'yi 3.75 lik darvoza. Darvozamiz yoni 12 lik shivellarda bo'lgan. Har doimgidek 8 ga 4 sharnur tomoni 2 likda bo'lgan, qolgan tomonlari 1.5 da bo'lgan. Mana 2 ga 2 lari ham o'rta qalinlikda bo'lgan. Bega ham 2 ga 2 qo'yib yuborilgan polnosti. Shershaviy listi 1.3 bo'lgan, orqasidagi listi 1.8 plyusovый bo'lgan. Gruntopga sepilgan, kras sepilgan, undan keyin qimmat motivlar sepilgan. Darvozamiz o'ta ideal darajada chiqdi, o'yi fasadiga ham yarashdi. Hammani kichkina garaji ham o'ta chiroyli chiqdi. Bu garajni o'zi orqasi ham ideal darajada chiqqan, buni ham oldi ham bunga nima material ishlagan bo'lsa, shunaqa material ishlaydi. 1.3 shershaviy list, 1.8 qalini. Endi buni orqa tomonini ko'rsatib o'tadigan bo'lsa, darvozamiz Boburbek mana orqa tomoni ham o'ta ideal darajada chiqdi. Orqa tomoniga ham qattiq e'tibor beramiz. Mana o'chilib yopilishlari ham mana ideal darajada chiqdi. Har doimgidek mana sentr ruchkaga zamok qo'yib yuboramiz. Katta darvoza ochilmaydi mana. Zakondan chiqqan sentr ruchkani shurupga olamiz. Shuruplab ketiladi, yo'g'lanaveradi. Mana yosh bola ham o'chib yopaveradi bu darvozani. Juda ideal darajada chiqdi. Mana hamma darvozamizga vibra o'rnatadi. Mana vibra qo'yilgan. Mana vibra qismi chiroylab shuni olib qo'ysangiz, keyin har doimgidek mana sharnerga e'tibor berishlarini so'raman. Sharnerga kattasidan qo'yilgan, keyin bunga shivellardan kesib turib qo'yilgan. O'ta moshni chiqqan, xudo xolisa xizmat qiladi. Mana darvozamiz mana zamboga ham qimmat zambodan qo'yilgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsa, O'zbekiston bo'ylab o'rnatib kelish, o'lchab kelishi bepul. Bu darvozamiz 1.3 mingdan 2 qavatligini 1.5 minggacha yasasa bo'ladi. Aka, bu high-tech darvozamiz yomon ham chiqibdi lekin. Bu darvozamiz Boburxon Farg'onaga o'rnadi. Bu darvozamizni eni 4 metrga bo'yi 330 lik darvoza, kalitkasi 1.8 ga bo'yi 3 metrlik darvoza. Bu darvozamiz juda ajoyib chiqdi. Orqalari ham ajoyib chiqqan. Xuddi orqa oldi bir xil darvozaga o'xshab turib, bu ichlari ekstra shumka bo'lgan, polnosti istiklovat, umuman ovoz chiqmaydi. Belini yog'och rangiga o'xshatib turib, rangini sepyapti. Umuman bu boshqacha darvoza. Nimalari ham, dizaynerlari ham boshqacha bo'ldi. Lekin bunga ancha mehnat ketgan. Buni yaqinroq qilib olib kelib ko'rsatsangiz ham endi ancha sir sinovati bor ekan. Endi juda ajoyib chiqdi darvozamiz. Xudo xolis egalariga ham yo'qdi. Mana kichkina qanotni ham ko'rsatib qo'ysak, qanotni ham xuddi bunga o'xshaydi. Eshikni o'chilib yopilishlari ham umuman o'zgacha chiqqan bu darvozamiz. Tepasidagi nimalarni ko'chirib olmay qoldik. Pastidagi mana nerjaga yopishtirib qo'yilgan bega. Yangiligiga nimani ko'chib ketmaslikka skoch qilib qo'yganmiz. Xudo xolisa darvozamizga qalinligi 6 sm bo'lgan bu darvozamizni shivellarlari polnosti 12 lik shivellar bo'lgan. Tagidan обязательно gruntopga sepilgan, keyin kras sepilgan, keyin qimmat motivlar sepilgan. Kimda kim qiziq bo'ladigan bo'lsa, buni ham yasab beramiz. Aka, bu darvozamizni endi ko'pchilikka puli qiziq. Bu darvozamiz endi qimmat darvoza, o'ta mabodo telefon qilsa kelishilgan holatda yasab beramiz. Hozir mana shu darvozamizni orqa tomoni qanaqa holatda chiqqan? Orqa tomoni xuddi shu qanaqa bo'lsa, orqa tomoni ham shunaqa ko'rinishda chiqqan dizayner, faqat bunaqa dilali bo'lmagan, orqasi shu ko'rinishda kraskadan chiqazib qo'yganmiz. Lekin orqalari ham polnosti mana shunaqa ruchka o'rnagan, kraska shunaqa sepilgan, orqasini mana shu ko'rinishda qilib sepib qo'yilgan. Boburjon hozir uy egalari yo'q ekanlar. Andijonga ketib qolibdilar. Buni montajda qo'shib yuborasiz. Orqa tomonni polnosti video qilib qo'yganmiz, oldi orqasini. O'shanda orqa tomonni ham videoni qo'shib yuborib ketaverasiz. Mana keyin orqa tomonni ham yaqinroq olib ko'rsatib qo'ysangiz, mana darvozamiz orqa tomoni ham o'ziga xos chiroyli chiqqan. Mana har doimgidek mana surib qo'yib ketganmiz. Sentr ruchkalarni bunga ham surib qo'yganmiz. Sentr ruchka mana orqa tomondan bekiladi darvozamiz mana. Umuman darvozamiz mana ochilib yopilishlari o'ta ideal darajada. Burası bu tomonlardan yapıldı. Bu ideal darajada.
Har doimgidek mana o'chib o'tmishdi. Har doimgidek sharnirlarga ham yaqinroq ko'rsatib qo'yasiz. O'chib o'tmish. Har doimgidek mana sharnirlarga shivellardan kesib qo'yilgan, uzun sharnir qo'yilgan. Mana Bobirjon bu ham Namangan shaharga, o'zimizning mahallaga o'rnagan. Bu darvozamiz 3.65 ga, bo'yi 3.65 lik darvoza. Bu darvozamiz Afsona fason deyiladi. Bu darvozamizni material keladigan bo'lsa 12 kg shiveller bo'lgan, ikki chekkasi, o'rtasi 12 ga 8 brus bo'lgan. Tepaga ham taxiya tomoniga 12 ga 8 brus tashlab ketilgan. Har doimgidek 8 ga 4 profillari 2 kg bo'lgan, sharnir tomoni, qolgan tomonlari 1.5 bo'lgan. Bu darvozamiz ham o'ta chiroyli chiqqan. Mana yaqinroq kelib ko'rsatsangiz ham o'ta ideal darajada chiqqan. Bunga ham o'sha gruntopka sepilgan, motivlar sepilgan, lislari 1.8 lis bo'lgan, qalin lisdan bo'lgan. Darvozamiz o'ta ideal darajada chiqqan. Egalarga ham yoqqan. Bu ham haligi nimani fasonni ko'paytirishga videoga qo'shib yoramiz. Videoning minutini ko'paytirmaslikka harakat qilamiz. Shu darvoza uzoqroqdan olib qo'ysangiz, tevalari lazer fason bo'lgan. Puliga keladigan bo'lsa, Bobirjon buni 1.400.000 dan 1.600.000 gacha yasasa bo'ladi kvadratini. Saidulloxon aka, bu darvozamiz esingizda bo'lsa, o'sha qimmat fason darvozamizni arzonroq variantdagi holat-a bu. Bu darvozamiz o'sha mahallamizga, qo'shnimizga o'rnagan qimmat darvozani arzonroq variantidagi darvozamiz o'ta ideal darajada chiqqan. Egalari ham o'zlari xursand bo'lganlar. Bu darvozamiz o'sha high-tech o'ylaga juda mos keladi. Soqqali fasonni, soqqa fasonni yasaganmiz-ku, soqqali fason, taroqlik. O'shani pulini narxida yasab beramiz. Bu darvozamiz 1.200.000 dan 1.5 milliongacha kvadratini yasasa bo'ladi. Kelishuv asosida darvozamiz 2 yoni 12 kg shiveller bo'lgan, tegi o'ttilar 12 ga 8 brus bo'lgan. Hop, 8 ga 4 bo'lgan, har doimgidek 8 ga 4 sharnir tomonlari 2 kg bo'lgan. Bedamigacha karniz bo'lgan, dillalari o'ta shumkali bo'lgan, o'ta baquvvat bo'lgan darvozamiz. Beliga har doimgidek 2 ga 2 qo'yib ketganmiz, yaqinroq olsangiz 2 ga 2 qo'yib ketilgan. O'sha videoda hammasi o'sha tushuntirgandakki, videomiz minuti uzayib ketmasligi uchun qisqacha tushuntirib o'taman. Kraskasiga обязательный, ya'ni gruntopka sepilgan, krasiplar, keyin qimmat motivlar sepilgan. Mana ular ham o'ziga yarashib tushgan. Masalan, bunisi kerak emas deydiganlarga qo'ymasdan ham qilib beramiz, qo'yib ham yasab beramiz. Bundan keyin o'g'irlanadigan darvozamiz shuni o'zi shundan yo'g'i. Uni ham video qilib o'tamiz. Orqa tomonlaridagi mana har doimgidek mana orqa tomonlarni ko'rsatib qo'yadigan bo'lsak, mana har doimgidek bizni mana darvozamiz mana o'chilib yopilishi ham super zamon bo'lgan. Orqa tomoni mana vibralarni qo'yib ketilgan. Yaqinroq qo'ysangiz hammasi vibralarni qo'yib ketilgan. Mana orqa ham kачество. Aka, mana shu vibrani qanaqadir foydasi bormi? Foydasi bor. Ham chiroyli qilib turadi, ham bedagi defektlarni bildirmasdan turadi. Orqasi mana gulga o'shqab chiroyli turadi-da, o'chib turadi. Ham bu chidami ham boshqacha bo'ladi. Lis suvarka bo'lgani bilinmaydi ham, orasida qolib ketadi. Mana shivellerdan kesib turib qo'yilgan sharnirlarga, sharnirlar o'ta katta sharnir. Bu tomonga ham shiveller kesib qo'yilgan, bu tomonga ham shiveller kesib qo'yilgan. Bu yana ham baquvvat bo'ladimi shunda? Bunda baquvvat bo'ladi darvoza. Hozir bu list emas, shivellermi bu? Shivellerdan kesib qo'yilgan. Mana endi o'chilib yopilishini ko'rsangiz, mana darvozamiz o'ta ideal darajada chiqqan mana. Aka, mana shu kichkina bola o'chib qanotini ochib yopgan paytida darvozamiz 0 ga o'rnaganmi, yo'qmi bilib olsa bo'ladi-da. Bilib olsa bo'ladi, 0 ga o'rnagan. O'z videomiz cho'zilib ketadi. Haligi hamma darvozalarda ko'rsatganman. Mana tushirib qo'yib ketganmiz hammasini mana. Tushirib qo'yib ketganmiz, mana shurplab qo'yilgan. Hammasi keyin bu tomonda zamogi bor. Darvozamiz orqasi ham ideal darajada chiqqan mana. Mana 0 ga o'rnagan, mana kichkina qanotdan ko'rsatib qo'ysak ham mana xohlagan joyda turadi mana. Mana. O'chilib yopilishi ham ideal darajada chiqqan. Lekin darvozamiz skromniy fason ekan. Solidniy fason chiqdi. Hammaga yoqadi, o'zi juda ko'p yasayapmiz ko'pchiligiga. Aka, bilasiz, bu solidniy, skromniy fasonlarni nima desa bo'ladi? Fasoni o'tmaydi. Anaqasi o'lmaydi. Iskirmaydi. Yillar davomida ham xizmat ko'rsatadi, xudo xolasa. Mana ilgari o'sha diplomatlar moda bo'lgan o'sha anaqaga qaytyapmiz-da mana. O'sha solidniy fason
O'sha darvozamiz ham yana uzunga ham yoqqan, o'ta ideal darajada chiqqan. Bu darvozani oldi kraskasi bilan orqa kraskasini ikkalasi bir xilmi? Bir xil. Bitta kraskami? Bitta kraska. Yo, oldiga boshqacha kraska, orqasiga boshqacha Oldi kraska. orqasi bir xil kraska. Zamoklari zo'r bir zamoklari. Bu darvozamizni shunda kvadrat qanchadan bo'ladi aka? Bu darvozamizni kvadrati 1 million 300 mingdan 1 million 500 minggacha bo'ladi. Mana Boburjon, bu darvozamiz ham Namangan shahariga yoshlar majmuasini yo'parasida ko'chaga o'rnagan. Darvozamiz eni 4 bo'yi 390 lik darvoza. Darvozamiz ham ideal darajada chiqqan. Darvozamizning yo'ni polностью 12 lik shiveller bo'lgan. Bu tomonlar 8 ga 4 2 lik bo'lgan, sharnir tomoni. Qolgan tomonlari 1,5 bo'lgan. Darvozamiz shumkali, ekstra shumka, mashinaning shumkasida bo'lgan. Umuman mana doppel ovoz chiqarmaydi. Darvozamiz 2 qavatli darvoza, 1.8 plyusovli listda bo'lgan. Darvozamizga har doimgidek gruntopka sepilgan, keyin lak kraska sepilgan, undagi qimmat matoviy lak sepilgan, turetskiy matoviy lak sepilgan. Darvozamiz mana ideal darajada chiqqan. Haligi narigi darvozamizni bu ruchkasi yo'q, mana ruchkasi yo'q deydiganlarga solidniy o'ta ideal chiqqan darvozamizni. Mana zamoklari ham mana shohona zamok bo'lgan. Kashti va sifati, masalan, kelib ko'rib olamiz deysa, kelib o'zimizni mahalla territoriyasiga o'rnagan kelib ko'rsatib qo'yamiz. Mana orqa tomoni ham buni o'sha har doimgidek vibra qo'yib ketganmiz darvozamizga. Har doimgidek mana shurplab qo'yilgan, o'p turib yo'g'lanaveradi. Buni ham o'chilib o'pilishi mana yengil chiqqan darvozani yosh bilan o'chib yopaveradi. Har doimgidek mana zamon qo'yib ketganmiz. O'pilgandan keyin mana bekiladi bu ham. Bu darvozamiz mana sharnirlarga mana katta sharnir qo'yilgan, shivellerdan kesib qo'yganmiz har doimgidek. Orqa tomoni ham ideal darajada chiqqan. O'chilib o'pilishi ham zakonni. Mana shu darvozamiz ekstra shumkada 12 lik shiveller 8 ga 4 da gruntopka sepilgan, qimmat matoviy lak sepilgan, kvadrati 1 million 400 mingdan bo'lgan. Xudo xolisa buni Ramazonga aksiya qilib o'tib beramiz. Mana Boburjon, navbatdagi darvozamiz Namangan viloyati Nanay qishlog'iga o'rnagan darvozamiz. Darvozamiz bo'yiga 380, eni 327 ga darvoza, 12 lik shivellerda bo'lgan. Hozirdagi trenddagi high-tech fason darvozamiz. Nerjevekalar ham qora qalin nerjevekasidan bo'lgan, o'ta ideal darajada chiqdi. Hammani lazerli fason deyiladi. Lazerlari ham 3D fasonga chiqib yangilik chiqqan. Sharnir tomoni har doimgidek 8 ga 4 ikkilikda bo'lgan, qolgan tomoni 1,5 da bo'lgan. Sharnirga har doimgidek to'xtalib o'taman. Mana katta sharnirda bo'lgan. Shivellerdan kesib turib qo'yilgan bu yerlarga. O'ta ideal darajada chiqdi. Darvozamiz gruntopka sepilgan, keyin kraska sepilgan, keyin obязательно qimmat matoviy lak sepilgan. Orqa tomonlarini ham ko'rsatib qo'ysangiz, o'ta ideal darajada chiqqan orqa tomonlari ham mana zub berzam, o'chilib o'pilishlari ham zakonni mana. Assalomu alaykum. Mana kelaverasiz. Orqa tomoni ham. Endi sal kelgunimizcha qorong'i tushib qoldi endi. Xo'p, mana har doimgidek zamogi mana. Orqa buni bekitadigan zamogi, sentr ruchkalar ham mana o'ta mana har doimgidek mana shurib ko'p bo'lgan. Buni shuribda shuni bo'sh turib yo'g'lanaveradi. Keyin yana bitta narsaga to'xtalib o'tish kerak. Mana shivellardagi 2 ga 2 profil qo'yamiz, orqa oldi ko'rilmaydi. Bu ham o'rta qalinlikda bo'lgan, o'ta yubqasi emas. Keyin mana o vibrani ham olib qo'ysangiz, vibrali ham orqasiga juda yarashib tushdi. Bu darvozaga ham vibrali qilganmiz. Har bitta darvozamiz orqasi vibrali, xudo xolasa. Ki oldi mana nima desangiz, bo'lgaki oldi panjarasi o'linib, chang bo'lganda qo'yiladi. Ashini oldindan tushuntirib qo'ya qolmasa, mana orqa tomonni oldingiz, mana buni ham mana kichkina hattoki sharnirlarga ham mana shivellerdan kesib qo'yilgan. O'ta ideal darajada chiqqan. Darvozamiz o'zi ko'rinib turibdi. Oldi tomondan mana tushuntiradigan bo'lsa, mana oldiga o'tsangiz, darvozamizning bichimi ham o'ziga yarasha o'ta ideal darajada chiqdi. Bu darvozamizni kvadrati 1 million 300 mingdan 2 milliongacha kelishuv asosida yasasa bo'lardi. Xuddi shu fason o'zi 1,5 milliondan bo'lgan kvadrat shu yerga. Mana panjarasi qachondir chang bo'lganda, ichi nimadir bo'lganda o'p turib, yuvib tozalab yana qo'yib qo'ysa bo'lardi bo'lgakida. Tepalargacha shunaqa qilingan, bu ham ideal darajada chiqqan. Mana fosani uzumga ham yo'qdi, kashtivasi ham juda chiroyli chiqdi. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsa, qolgan batafsil ma'lumotni beramiz.
Saidullohxon aka, hozir mana bu ro'paramizdagi darvoza albatta ko'pdan beri trendga chiqqan o'sha baquvvat darvozalardan bittasi. Adashmasam, bu yil ham bu darvozadan zakaz bo'lgan. Ha, bu darvozadan juda ko'p yasadik Boburjon. Bu darvozamiz Qirg'izistonga bo'lyapti. Ini to'g'ri 40 ga, to'g'ri 15 lik darvoza. Bu darvozamiz 12 yil shivellarda bo'lgan yo'li. Yo'llari keyin 8 ga to'g'ri profilda bo'ldi, 8 ga to'g'ri 2 ligida bo'lgan. Sharnor tomoni. Qolgan tomonlari 1,5 da bo'lgan. 1,8 lik 2 qavat lis bo'ldi bu. Fonda shumka bo'lgan bu darvozamiz. Keyin gipkada egib turib chiqazilgan, polностью dilalanni, bu yerda to'la kvadrat qo'yib berilgan. Bu yerdan bu yergacha ham karnis ponni, karnis tushgan, bu yerga trubani ikkiga bo'lib turib qo'yilgan. Bu yerga ham o'ta chiroyli chiqqan, darvozaning sifati ham ideal chiqqan. Ya'ni darvozamizda choki kamroq. Ha. Bu yerda bor, ha? Ha, bu yerda bor, bu yerda bor. Ha, stenoda bu kutib chiqarilgan qolganini. Ha, bu tarafda ham mana bu yerda bormi? Ha, ha. Bu yerdan bu yergacha bu kutib chiqarilgan. Bu yerga to'la kvadrat qo'yilgan. Keyin mana sifat. Sifatli. Mana har doimgidagi sharnerga shivellardan kesib turib qo'yilgan. O'ta baquvvat o'rnagan, sharnerlar ham katta sharner bo'lgan. Aka, mana shuni qanaqadir foydali taraf bormi? Ha, bu darvoza mana shu shivellardan kesib qo'yilgani baquvvat bo'ladi, yaxshi ushlaydi. Darvozani asosan ushlab turadigan narsasi sharner bo'ladi. Keyin bu darvozamizni tagidan kraska jarayonini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, обязательный hamma darvoza gruntobga sepamiz. Shpagulovka jarayonidan oldin pomni najdagilar jilvillab, rasvertil artib yo'g'ini, keyin shpagulovka sutiladi. Keyin najdagilar o'lib, sepishdan oldin polностью 646 da yuvib, tozalab, artib keyin sepiladi. Gruntobga sepib, keyin kraska sepiladi. Keyin oxiri matoviy qimmat lak sepiladi. Kraska tomonidan, lak tomonidan kafolati bor. Kafolati bor. Xudo xolisa, kraska ponni archilib puchib tushmaydi. Ponni archilib puchib tushadigan bo'lsa, biz polностью bo'yab beramiz. Hali unaqa ish bo'lgani yo'q. Xudo xolisa, aslida uni kraskasiga ham qattiq e'tibor beramiz. O'zimiz soham kraskachi bo'lgani uchun, xudo xolisa kraskasi xizmat qiladi. Mana mahalla ko'yda darvozadan ham ko'rsatganman oldingi nimalarda 10 yil, 15 yildan beri xizmat qilib kelyapti. Bu darvozamiz shirigi bo'ladi. Mana bu darvoza ham high-tech fason. Shuni ikkita ko'zlik qilib, ini 260 ga bu 415 lik darvoza. Bu darvoza kichkinaligiga 3 ta ko'z qilib berdik. Mana shu yarashadigan qilib bering egalari. Bu darvoza ham o'zgarishi chiroyli chiqdi. Bu darvozamizda mana sharner tomoniga 2,8 ga to'g'ri bo'lgan, qolgan tomonlari 1,5 profilda bo'lgan. Bu ham xuddi shunga nima material ishlagan bo'lsa, shu material ishlagan, polностью shumka bo'lgan. Orqalari har doimgidagi vibra qo'yib ketilgan. Mana orqalarini ko'rsatsangiz, mana orqasi polna vibra bo'lgan. Vibra qo'yib turib ketilgan. O'ta ideal darajada chiqqan. Mana sentr uchkalar ham shurub qo'yib qo'yilgan, shurublab qo'yilgan. Xudo xolisa darvozamiz o'ta chiroyli chiqqan. Buni puliga keladigan bo'lsa, hammasi puliga qiziq, hammaga puli qiziq. Buni kvadrati 1,5 dan 200 dollargacha yasasa bo'ladi, kelishuv asosida. Murojaat qilsa, Telegram orqali gaplashganimizda qolgan narsani batafsil ma'lumotni berib o'tamiz. Hozir mana shu darvozamizni kvadrati qanchadanga tayyor bo'lgan? Bu darvozamiz kvadrati 1,6 dan tayyor bo'lgan. 1,6 dan Qirg'izistonga borib o'rnaydimi? Ha, Qirg'izistonga borib o'rnaydi. Bu yerdan ketadigan polностью rasxotini o'zlari qilishadi. Biz faqat o'rnatib beramiz xolos. Mana bu darvozamiz Andijon viloyatiga o'rnaydi. Andijon viloyati. Adashmasam bu darvozamiz Samarqand fasonmi? Samarqand fason darvoza. 322 ga 325 lik darvoza. Bu darvozamiz ham o'ta ideal darajada chiqdi. Manalarni listdan kestirib qilindi. Hali 10 ga to'g'ri maydalab chiqmasdan lazerda kestirib tushildi. Juda chiroyli chiqdi. Keyin buni yana bitta narsasi, mana listi, shershaviy listini bir uch qilib oldik. Egalar aytdilar, bir uch qilib bering, iloji bormi? Iloji bordik. Mana shuni ham bir uch qilishga bir oy kutdik. Nimada? O'zimiz zakaz berib, shtampovkada buktirib keldik. Mana shuni bir uch qilib yasab oldi. Xudo xolasa, bu ham chiroyli chiqdi. Mana ichiga falgalarni qo'yib, shumkalarni qo'yilgan. Orqasidagi 1,8 plyusovый list bo'ladi. Belarga ham 3 ga 2, ponni 3 ga 2 dan qo'yilgan. Chiroyli chiqdi. Mana 2 ga 2 lari ham o'ta yupqa bo'lmagan. O'rtacha qalinlikda bo'lgan. 2 ga 2 lar ham qora profilda bo'lgan. Mana ko'rinib turibdi, beskras holatda o'ta darvozamiz solidni chiroyli chiqqan. Materialiga
Xudo xohlasa hammasiga kafolat beramiz. Bu darvozamizni kvadrati qanchadan bo'ladi? Bu darvozamiz kvadrati 1,5 milliondan 1 million 700 minggacha yasa bo'ladi. Bu 2 qavatligi. Birinchi qavati 1.8 bo'lsa, ikkinchi qavati mana 1.3li shershavi, shuni 2 qavatli holat deyiladi. Orqasi promo splashni to'sib o'riladigan bo'lsa, 3 qavatli holati bo'ladi. 1,5 milliondan 1 million 700 minggacha yassa bo'ladi. Bizda boshqa yerlarda endi ijtimoiy tarmoqlarni ko'rib turib 1 million 300 mingdan 1 million 500 minggacha deyishib, uni material bilan buni materialni ancha farqi bor. Bizga shu narxda to'g'ri keladi. Hozir bu darvozamizni, Samarqand fason darvozamizni ikki yonida va tepasida nalichkasi bor-a? Ha, ikki yonida tepasida nalichkasi bor. Hozir tashqarida unga uspet qilmadik. Xudo xohlasa keyingi videolarda ko'rsatib o'tamiz. O'rnagan joylarni videosini tashab beramiz. Mana bu darvozamizda pechatli darvoza. Bu ham Samarqandga o'rnaydi. Eni 380 ga, bo'yi 330 atrofidagi darvoza. To'sh razmeri ismda yo'q. Xo'p, bu darvozamiz ham mana profillari eng kam 1.4 da bo'lgan, polnis 6 ga to'g'ri, vibrali bo'lgan, listi 1.3li bo'lgan bu darvozamiz ham. Bu darvozamizga ham xuddi nima bu kraska sepilgan bo'lsa, bunga ham oldi tagini rasvetli tozalab, polnisni shpaglab qilib, keyin yaltiratib, attib, gruntopga sepib, keyin kraska sepib, qimmat motivlak sepilgan bunga ham. Bu darvozamiz ko'yda 500 mingdan kelishuv asosida 800 minggacha yassa bo'ladi. Bu darvozamiz kvadrati 750 minglik darvoza. Samarqand viloyatiga o'rnaydi. Hop, mana bu darvozamiz ham hop, o'zimizni Namanganga bo'lgan darvoza. Bu darvozamiz ham o'ta solidni, hali soqqali fasonni soqqasi chiqdi, ko'chada ko'rsataman. O'shani 3 ta dalillik qilib turib bo'lib qo'yganimiz. Hali mahallamizga darvoza o'rnatganmiz-ku, o'sha darvozani ko'pchilik havas qilib shundan yasatdi. Bu shu arzon varianti. Bu darvozamiz ham metr kvadrati 1 million 200 mingdan 1,5 milliongacha yassa bo'ladi. Mana shu darvozadan ko'rsatib o'tsangiz, mana shu darvozadan bu darvozamiz mana. Darvozamiz bitgandan keyin xuddi shu holatda chiqadi. Lekin darvozamizni fasoni solidniy holatda ekan. Solidniy hammaga yoqadi. Shu oldingi solidniy fasoli yana qaytib kelyapti. Bu darvozamizdan ikkita bo'lyapti. Mana shu Namangan shahari o'ziga kopiyasidagi bu darvozadan. Xo'p, mana shu o'zidan xuddi mana ramka qilib qo'yilgan. Mana har bitta darvozamizga mana shivellardan kesib qo'yilgan. Mana shivellardan ko'rsatib o'tsangiz, shivellar shanirlari ham katta. Buni ham bu tomon 2 li bo'lgan, qolgan tomonlari 1,5 bo'lgan. Aka, hozir bu yerda menga yoqqan tarafi mana bu force qilib svarka qilingan joyi yo'q to'g'risi. Chunki darvozani mustahkamroq ushlaydigan va sifatiga sifat qo'shadigan narsa xuddi shu force qilingan joy bo'ladi. O'sha force qilinganda xudo xolisi chiroyli chiqadi, lekin force chiroyli chiqishiga sabab bo'ladi, lekin unchalik anaqasiga qizig'i yo'q. Lekin chiroyli turadi. Lekin yana bitta narsa orqasini aytib qo'ytar, mana orqasi har bitta darvozamiz orqasida vibra bor, ko'ryapsizmi? Vibrali darvoza. Orqasi chiroyli turadi, mana shu orqasi ham xuddi darvozaga o'xshab turadi. Tekis qilib bosib bo'lmagan. Ko'rdingizmi darvozaning orqasini? Orqasi ham o'ta ideal darajada chiqqan. Bu darvozamiz yana mana darvozamiz Surxondaryoga bo'lyapti. U ham hali mahallamizda o'rnagan darvozani ko'rishgan. High-tech darvoza, qimmat darvozadan shanir tomoni polnisda 10 ga 5 ta bo'lgan buni profili. Shanir tomoni 2 li da bo'lgan, qolgan tomonlari 1,5 atrofida bo'ladi. Xo'p, bu darvozamiz ham 2 qavat 1.8 lista bo'ladi. Bu Samarqand fason darvozamizni garajiga, mana bu darvozamiz. Orqasida bitta ramka qo'yib, pianino fason u Buxoroga bo'lyapti. Endi ko'chadagi darvozamiz bor, o'sha hozir hammaga ommabop bo'lyapti. O'sha darvozamizni mana ikkitasi, shu darvoza bilan u darvoza, ko'chadagi darvoza hammaga yoqyapti, o'zimizga ham yoqyapti. O'sha darvozani ham ko'rsatib o'tsak, juda ajoyib solidniy chiqqan. Boburjon, mana shu darvozalarimiz solidniy hozirgi kunda hammaga ommabop bo'lyapti. Bu darvozamiz Samarqand viloyatiga o'rnaydi. Bu darvozamiz ham bu darvozamizni eni 380 ga, bo'yi 360 atrof, to'shni esimda yo'q, hozir darvoza ko'pligiga. Bu darvozamiz ham 2 qavatli bo'lgan, 1.8 lista bo'lgan, polni shumka bo'lgan bu darvozamiz. Bu darvozamiz B'dan B'gacha gibkada bukilgan. Keyin B'ga to'la kvadrat qo'yilgan. Mana mashinasiga ham e'tibor berilsa, kvadrat qo'yib ketilgan B'ga. Mana karnizlar ham, hatto mana shu karnizlari ham 1.3 lista bukilgan. Buni ham yubka lista bukib turib arzonroq qilsa bo'ladi. Mana 3 ga 2 lari ham, mana shu 3 ga 2 lari ham
o'rtacha qalinlikda bo'lgan. Mana 2 ga 2 lari ham o'rtacha qalinlikda bo'lgan. O'ta yubqasi emas. Hatto mana shu kesakini yoniga ham 2 ga 2 qo'yib ketiladi. Mana 8 ga 4 lari 2 likda bo'lgan. Xo'p, darvozamiz o'sha har doim aytganda kraskaga ko'p to'xtalib o'taman. Kraskani polностью tagini yaltiratib, jilvillab, rassortini artib, mo'yin olib, keyin shpaglovka sepiladi. Undan keyin polностью oxir gruntovkadan oldin ham yana rassortlatib, gruntovka sepiladi, keyin kraska sepiladi, keyin lak sepiladi. Lak qo'yib ushlaydi. Lakka har doimgidek aytganda qimmat matoviy lak sepamiz. Bu darvozamizda juda ko'p yasayapmiz. Hozir ham bor zakazlar. Keyin mana bu darvozamiz Namangan shaharga o'rnaydi. Bitta Lisfurush akamiz oshnalarga bu darvozamiz ham o'ta ideal darajada chiqdi. Iyni xo'p 3 metrga, bo'yi 380 lik darvoza bu darvozamiz. Darvozamiz ham 8 ga 4 da bo'lgan, yo'ni 8 ga 4 2 likda bo'lgan, qolgan tomonlari 1,5 da bo'lgan. Mana shu shanr tomoniga biz zaten 2 lik qo'yamiz ko'proq. Shu stenkasiga e'tibor berish kerak. Buni ham orqasiga vibra qo'yib o'rganmiz. Ham orqadan ikkitadan katta darvozada zamogan bor. Oldingi videolarimda aytganman. Bu darvozamiz yo'nidagi shivellari 12 lik bo'lgan, tepasiga 12 ga 8 profil qo'yib ketilgan. Ikkita tepasidagi 12 ga 8 brus profil, past ikki yo'ni tegi 12 lik shivellarda bo'lgan. Bu darvozamiz hamma darvozamiz qanaqa sepilgan bo'lsa, kraskasi o'shanaqa kashevada sepilgan. Xudo xolasa hammasi ideal darajada chiqqan. Shanrlari ham xuddi o'sha o'zida nima qo'yilganmi, shundan qo'yilgan. Aka, hozir mana shu darvozalarni Samarqandga olib borsangiz, bu dastavka xizmat qanaqa bo'ladi? Dastavka xizmati o'rnatib berish, o'lchab kelish mutlaqo bepul. Bir maslahat berib o'zimiz o'rnatib kelamiz. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab emas, Buxorogacha. Buxoroda ag'ini Xorazmga kelishamiz. Bag'i Tojikiston, Qirg'izistonlarga bedan rasxotini berishsa, biz borib o'rnatib kelamiz o'zimiz. O'zimiz chiqib o'rnatib kelamiz. Masalan, mana shu darvozani men zakaz qilsam, shu darvozamiz qancha muddatda tayyor bo'ladi? Darvozamiz xo'p 1 oydan 2 oygacha darvozaning fasoniga qarab tayyor bo'ladi. Uzog'i 2 oygacha. Mana bu darvozamizga yana bitta narsa yangilik qilib, mana nalishniy qo'ydik. Mana nalishniy chiroyli turibdi. Samarqand fasoniga o'xshab tepasiga ham mana bunday ko'rinishda nalishniy qo'ydik. Bu ham o'zgacha vid berib turibdi. Bu akamizga sovg'a qilib o'zimizdan qilib yedik. Endi juda qadrdonimiz bular bilan Samarqandliklar o'zlari shu eski klientlardan kelishgan bular. Xudo xolos ideal darajada chiqdi. Yana aka, bu darvozalarni necha xil turlari bor? Masalan, lisli darvozani necha xil turi bor? Pechatli darvozani necha xil turlari bor? Endi hozir lisli darvozani ham, pechatli darvozani ham turi ko'payib ketdi. Ko'pchilik yangilikni chiqazyapti. Masalan, rasmini tashashsa, qo'ldan kelgancha birga bir qilib yasab beramiz. Qanaqa darvoza bo'lsa ham. Qanaqa darvoza bo'lsa ham yasab beramiz qo'ldan kelgancha. Keyin Boburjon darvozalar narxini aytib o'taylik. Narxi Boburjon bir qavatligi 1 milliondan 1 million 200 minggacha yasasa bo'ladi. Kelishuv asosida materialga qarab. Yana bitta narsa 2 qavatligi 1 million 200 mingdan 1 million 500 minggacha yasasa bo'ladi. Materialni qalin parashligiga qarab yasasa bo'laveradi. Bu darvozamiz ham xuddi ikkalasining narxi bir xil. Kelishuv asosida yasab beramiz.